Tezkor xabar: Sanoat 2025 O'zbekiston eng ko'p nimalar ishlab chiqaradi? Assalomu alaykum azizlar, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Statistika qo'mitasi 2025 yakunlari bo'yicha O'zbekiston sanoat o'sish kuzatilganini ma'lum qildi. Masalan, tog' kon energetika va avtomobil ishlab chiqarishda natijalar yaxshilangan. Poytaxt yetakchisi: 2025-yilda respublikada jami 1,1 kvadrillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgani, bu 2024-yilga nisbatan 6,8% o'sish degani. Sanoat mahsulotlari hajmining eng katta ulushi Toshkent shahri 207,3 trillion so'm, Navoiy 195,2 trillion so'm va Toshkent 170,3 trillion so'm viloyati hissasiga to'g'ri kelgan. Hisobda 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra mamlakatda 59,8 mingta sanoat korxonasi faoliyat yuritayotgani qayd etilgan. Sizga kelmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.